Bemorimiz 17 yosh. Bemorimiz shikoyatlari burundan yaxshi nafas ololmaslikka, tez-tez shamollashga va og'zini ochib uxlashga shikoyat qilib kelgan. Bemorimizni tekshirib ko'rganimizda burun to'si qiyshiqligi va chanoqlar gipertrofiya, ya'ni kattalashganligini tekshirib ko'rdik. Bemorimizda hozir bir vaqtning o'zida septoplastika va turbinoplastika operatsiyasini bajaramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Aziz kuzatuvchilar, bemorimizni operatsiyani stolga oldik. Ko'rishingiz mumkin, bemorimizda chanoqlar gipertrofiya qolgan, kattalashib ketgan. Bemorimizda hozir septoplastika operatsiyasini qildik. Endi turbinoplastika qilib chanoqlarni ichidagi kichkina suyakchasini olib, chanoqlarni kichraytiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bemorimiz hozir turbinoplastika operatsiyasini bajaramiz. Chanoqning tagida kichkina chanoq ko'tarib turgan suyakchalarni olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Kichkina suyakchalar. Bemorimizni Xudo xolasa burundan zo'r nafas olishini istaymiz. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bemorimizning burun to'sig'ini to'g'rilab, chanoqlarni yangicha zamonaviy usulda turbinoplastika qilib kichraytirib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin, mana chanoqlari, chanoq ichidagi kichkina suyakchalarni olganmiz. Xudo xolasa bemorimiz burundan zo'r nafas oladi.